Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday bir mavzuda gaplashamizki, bu ma'lumot har biringiz uchun, men ishonaman, juda muhim va dolzarb. Agar siz mobil aloqa xizmatlariga oyiga o'rtacha 40 ming so'm yoki undan ko'proq pul to'layotgan bo'lsangiz, demak, bu video aynan siz uchun. Chunki siz hozirda mutlaqo keraksiz xarajatlarga duch kelayotgan bo'lishingiz mumkin. Operatorlar bu haqda indamaydi, lekin siz bilishingiz shart bo'lgan maxfiy, yashirin tariflar bor. Bu ma'lumotni bilmaslik sizni har oy, har yili katta miqdorda pul yo'qotishga olib keladi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni nafaqat o'zingiz, balki yaqinlaringiz ham bilishi kerak. Mobil aloqa bozorida vaziyat tubdan o'zgardi. Ilgari hatto 5 to 7 yil avval ham tariflar juda shaffof edi. Operatorlar o'zlarining barcha takliflarini ochiq e'lon qilishar, reklamalar orqali keng jamoatchilikka yetkazishardi. Mijozlar o'z ehtiyojlariga mos keladigan tarifni osongina tanlab, bemalol ulanishardi. Hamma narsa sodda va tushunarli edi. Telefon raqamingizni olganingizda sizga katalogdagi bir nechta taklifdan birini tanlash imkoniyati berilardi va hamma uchun shular amal qilar edi. Bu albatta operatorlar uchun ham, mijozlar uchun ham adolatli tizim edi. Raqobat asosan narxlar va xizmat sifati bo'yicha olib borilardi va har bir yangi tarif jamoatchilikka keng yoritilardi. Bugungi kunda esa vaziyat butunlay boshqacha. Mobil operatorlar o'rtasidagi raqobat shiddatli tus olgan. Ular nafaqat yangi mijozlarni jalb qilishga intilishadi, balki amaldagi mijozlarni ham ushlab qolishga harakat qilishadi. Shu sababli ular o'z takliflarini segmentlashtirishga o'tishgan. Ya'ni, ular barcha mijozlarga bir xil yondashmaydi. Endilikda har bir mijoz uning foydalanish odatlari, abonentlik staji, operatorga to'layotgan oylik summasi va hatto joylashuvi bo'yicha alohida tahlil qilinadi. Bu tahlillar natijasida operatorlar ba'zi mijozlar guruhlariga yashirin, individual yoki maxsus tariflarni taklif qilishni boshladi. Nima uchun yashirin deyiladi? Chunki bu tariflar operatorlarning rasmiy veb-saytlarida yoki reklama bannerlarida ochiqcha e'lon qilinmaydi. Ular haqida faqatgina so'ragan yoki muayyan mezonlarga javob beradigan mijozlargagina ma'lumot beriladi. Bu esa operatorlarga o'z foydasini maksimal darajada oshirish, mijozlarni boshqa operatorga o'tib ketishining oldini olish va tarmoqdagi yuklamani optimallashtirish imkonini beradi. Shunday qilib, siz bugun foydalanayotgan tarifingiz aslida siz uchun eng qulay yoki arzon bo'lmasligi mumkin. Operatorlar sizga eng yaxshi variantni o'z ixtiyori bilan taklif qilmaydi, chunki bu ularning daromadiga ta'sir qiladi. Ular sizni eng yaxshi tarifda emas, balki ularga eng foydali tarifda ushlab turishga intiladi. Endi esa batafsil tahlilga o'tsak. Kim bu haqda qayg'urishi kerak va kimga bu ma'lumot unchalik ahamiyatli emas? Bu ma'lumot birinchi navbatda hozirda mobil aloqa xizmatlariga har oy ma'lum bir summadan ko'proq pul sarflayotgan har bir kishiga tegishli. Agar siz oyiga 40,000 so'mdan kam to'lasangiz va foydalanish ehtiyojingiz minimal bo'lsa, sizning tarifingiz ehtimol eng sodda va arzon bo'ladi va operator sizga ko'proq foydali, yashirin taklif qilishga unchalik qiziqmaydi. Lekin agar siz oyiga 40,000, 60,000, 100,000 so'm yoki undan ham ko'proq to'layotgan bo'lsangiz, demak siz xavf zonasidasiz. Sizning hozirgi tarifingiz aslida mavjud bo'lgan eng optimal variantdan ancha yomonroq bo'lishi mumkin. Siz operator uchun qimmatbaho mijozsiz, chunki ko'p pul to'laysiz va operator sizni ushlab qolishga harakat qiladi, lekin sizga eng yaxshi tarifni o'z ixtiyori bilan bermaydi. Keling,
Bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Ular vaziyatni yanada aniqroq tushuntiradi. Birinchi misol. Katta hajmda internetdan foydalanuvchi. Tasavvur qiling, siz har oy taxminan 15 to 20 gigabayt internet ishlatasiz. Ko'pincha videolarni ko'rasiz, ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, onlayn o'yinlar o'ynaysiz yoki ishingiz internetga bog'liq. Siz hozirda operatoringizning ommaviy tariflaridan biriga ulangan edingiz. Aytaylik, siz 10 gigabayt internet va cheksiz tarmoq ichida qo'ng'iroqlar uchun oyiga 50,000 so'm to'laysiz. Lekin sizga 10 gigabayt kamlik qiladi. Shuning uchun har oy yana 5 gigabayt qo'shimcha paket sotib olishga majbur bo'lasiz. Bu sizga yana 20,000 so'mga tushadi. Natijada siz 15 gigabayt internet uchun umumiy 70,000 so'm sarflaysiz. Bu yerda yashirin tarif qanday qilib sizga yordam berishi mumkin? Operatorlarda aynan sizning foydalanish profaylingizga mos keladigan yashirin tariflar bo'lishi mumkin. Masalan, 20 gigabayt internet va cheksiz tarmoq ichida qo'ng'iroqlar uchun 45,000 so'm bo'lgan tarif. Yoki hatto cheksiz internet va cheksiz tarmoq ichida qo'ng'iroqlar uchun 60,000 so'mlik tarif. Ko'ryapsizmi? Birinchi holda siz 20 gigabayt internet uchun 45,000 so'm to'lab, hozirgi 15 gigabayt uchun sarflayotgan 70,000 so'mingizdan 25,000 so'm tejaysiz. Yiliga bu 300,000 so'm degani. Ikkinchi holda siz 60,000 so'mga cheksiz internetga ega bo'lasiz va pulingiz tejab qolasiz. Bu esa sizning foydalanishingizni cheklamasdan ham byudjetingizga sezilarli yordam beradi. Ikkinchi misol. Ko'p qo'ng'iroq qiladigan foydalanuvchi. Tasavvur qiling, siz ko'p qo'ng'iroq qilasiz, ayniqsa boshqa operator tarmoqlariga yoki shahar raqamlariga. Sizning hozirgi ommaviy tarifingiz deylik 1000 daqiqa O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlar va 5 gigabayt internet uchun 60,000 so'm. Lekin siz tez-tez daqiqalar tugab qolishidan qiynalasiz va qo'shimcha daqiqalar paketi sotib olishga majbur bo'lasiz. Bu sizga yana 5,000 dan 10,000 so'mgacha xarajat olib keladi. Demak, sizning umumiy oylik xarajatingiz 65,000 to 70,000 so'mga yetadi. Operatorning yashirin takliflari orasida siz uchun ideal variant bo'lishi mumkin. Masalan, 1500 daqiqa O'zbekiston bo'ylab, cheksiz tarmoq ichida qo'ng'iroqlar va 8 gigabayt internet uchun 55,000 so'm bo'lgan tarif. Bu holatda siz nafaqat pulingizni tejaysiz, oyiga kamida 10,000 so'm, balki qo'shimcha daqiqalar va internetga ham ega bo'lasiz. Bu nafaqat moliyaviy tejamkorlik, balki doimiy ravishda daqiqalar tugab qolishi yoki internet paketi tugab qolishi sababli kelib chiqadigan stress va noqulaylikdan ham xalos bo'lasiz. Siz xotirjam bo'lasiz, chunki sizning ehtiyojlaringiz qondiriladi va buning uchun kamroq pul to'laysiz. Uchinchi misol. Oila uchun umumiy tarif. Agar sizda bir nechta oila a'zosi bir xil operatordan foydalansa, bu misol siz uchun ayniqsa dolzarb. Deylik, sizning oilangizda 4 kishi bor va har biringiz alohida tarifga ulangan. har biringiz o'rtacha 40,000 so'mdan to'laysiz, jami oilaning mobil aloqa xarajatlari 160,000 so'mni tashkil qiladi. Ommaviy tariflarda oila uchun mo'ljallangan paketlar ham bor, lekin ular ko'pincha sizning ehtiyojlaringizni to'liq qoplamaydi yoki qimmatroq bo'ladi. Operatorning yashirin takliflari orasida oila tariflari bo'lishi mumkin. Masalan, 120,000 so'm evaziga butun oila uchun umumiy 50 gigabayt internet, 3000 daqiqa O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlar va cheksiz tarmoq ichida qo'ng'iroqlar. Bu tarifda har bir qo'shimcha oila a'zosiga
pastroq narxda ulash imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Natijada siz oyiga 40,000 so'm tejaysiz, yiliga 480,000 so'm, hamda oilangizning barcha a'zolari uchun yetarli miqdorda resurslarga ega bo'lasiz. Bu nafaqat tejamkorlik, balki resurslarni boshqarish qulayligini ham oshiradi. Chunki bitta hisobdan barcha oila a'zolari foydalanishi mumkin. Bu yashirin tariflar nima uchun mavjud? Ularning asosiy sabablari bir necha. 1. Raqobat. Operatorlar yangi mijozlarni jalb qilishdan ko'ra, amaldagi mijozlarni ushlab qolishga ko'proq e'tibor berishadi. Agar mijoz boshqa operatorga o'tishni rejalashtirayotgan bo'lsa, unga yaxshi taklif berib, uni saqlab qolish arzonroq. 2. Mijozlarga sodiqlik. Uzoq muddatli mijozlar uchun operatorlar maxsus sharoitlar yaratishga tayyor. Ular mijozning qadrini bilishadi va uni qo'ldan boy bermaslikka intilishadi. 3. Targetli marketing. Operatorlar mijozlarning foydalanish odatlarini tahlil qilib, ularga eng mos keladigan, lekin rasmiy sahifalarda e'lon qilinmagan tariflarni taklif qilishadi. Bu ularning resurslarini samaraliroq ishlatishga yordam beradi. 4. Tarmoq yuklamasini optimallashtirish. Ba'zida operatorlar ma'lum bir hududdagi yoki ma'lum bir vaqtdagi tarmoq yuklamasini kamaytirish maqsadida maxsus tariflar taklif qilishi mumkin. Masalan, kechki payt internetdan ko'p foydalanadiganlarga mo'ljallangan tariflar. Bu holatning oqibatlari juda oddiy. Agar siz bu haqda bilmasangiz va harakat qilmasangiz, siz keraksiz pul to'laysiz. Sizning qo'lingizda pulingizni tejash imkoniyati bor, lekin siz bundan bexabar bo'lganingiz uchun imkoniyatni qo'ldan boy berasiz. Bu esa oxir-oqibat norozilikka, ba'zida esa operatorga nisbatan ishonchsizlikka olib keladi. Endi esa ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Qoidalar, tuzoqlar va noaniq nuanslarga istisnolar. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, bu tariflar to'liq ma'noda yashirin emas, balki e'lon qilinmagan yoki kam e'lon qilingan tariflardir. Ya'ni, operatorlar ularni sir saqlamaydi, balki ommaviy reklama qilmaydi. Ular odatda maxsus dasturlar orqali yoki faqat bevosita so'rov yuborilganida taqdim etiladi. Operatorlar uchun hamma mijozlarni bir xil past narxlardagi tariflarga o'tkazish foydali emas. Chunki bu ularning daromadiga jiddiy ta'sir qiladi. Shuning uchun ular bu tariflarni selektiv ravishda taklif etishadi. Mavjudlik. Bu tariflarning mavjudligi ko'pincha sizning operator bilan munosabatlaringizga bog'liq bo'ladi. 1. Abonentlik staji. Operatorga qancha uzoq vaqt sodiq mijoz bo'lsangiz, shuncha yaxshi tarif taklif qilinishi ehtimoli oshadi. Ular sizni qadrlashadi va boshqa operatorga o'tib ketmasligingiz uchun har qanday chorani ko'rishga harakat qilishadi. 2. Oylik xarajatlar. Agar siz har oy mobil aloqa xizmatlariga katta miqdorda pul sarflasangiz, siz operator uchun yuqori qiymatli mijoz hisoblanasiz. Bunday mijozlarga maxsus tariflar taklif qilish orqali ularni ushlab qolish operator uchun strategik jihatdan muhim. 3. Qanday so'rashingiz? Ba'zida shunchaki to'g'ri savolni berishning o'zi ham yetarli bo'lishi mumkin. Operatorning mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilganingizda, ular sizga ommaviy tariflarni taklif qilishga moyil bo'ladi. Siz esa ularni yashirin tariflarni taqdim etishga undashingiz kerak. 4. Geografik farqlar. Ba'zida tariflar ma'lum bir hudud yoki viloyat uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bu tarmoq yuklamasini optimallashtirish yoki mintaqaviy raqobatni hisobga olish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 5. Vaqtinchalik aksiyalar. Ba'zi yashirin tariflar vaqtinchalik aksiyalar doirasida taqdim etilishi mumkin. Ular faqat ma'lum bir muddat davomida ulash uchun mavjud bo'ladi va keyin yana yashirin statusga qaytadi yoki butunlay yo'qoladi. Tuzoqlar
va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsalar. 1. Firibgarlik. Ehtiyot bo'ling. Yashirin tariflarni taklif qilish bahonasida firibgarlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki pulingizni o'g'irlashga urinishi mumkin. Har doim faqat operatorning rasmiy aloqa kanallari, rasmiy ofis, rasmiy sayt, rasmiy qo'llab-quvvatlash raqamlari orqali murojaat qiling. Ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali e'lonlarga yoki noma'lum shaxslarning takliflariga ishonmang. 2. Shartnomaviy majburiyatlar. Ba'zi maxsus tariflar uzunroq muddatli shartnomalar yoki boshqa qattiqroq shartlar bilan birga kelishi mumkin. Tarifga ulanishdan oldin barcha shartlarni sinchkovlik bilan o'qib chiqing. Masalan, muddatidan oldin shartnomani bekor qilganlik uchun jarima puli. 3. Tarifdagi jimlik bilan o'zgarishlar. Operatorlar tarif rejimlarini o'zgartirish huquqiga ega. Ommaviy tariflar haqidagi o'zgarishlar odatda keng yoritiladi. Ammo yashirin tariflardagi o'zgarishlar haqida mijozlar ba'zan yetarlicha xabardor qilinmasligi mumkin. Shuning uchun o'zingizning hisob-kitobingizni muntazam ravishda tekshirib turish muhim. 4. O'tish xarajatlari. Ba'zida yangi, yanada foydali tarifga o'tish uchun kichik bir to'lov undirilishi mumkin. Bu juda kam uchraydi, ammo e'tibor berishga arziydi. Bu to'lov odatda bir martalik bo'ladi va kelajakdagi tejamkorlikni hisobga olgan holda arzimas bo'ladi. 5. Eski imtiyozlarni yo'qotish. Agar sizda juda eski, grandfathered deb ataladigan tarif bo'lsa, u hozirgi zamonaviy tariflarga nisbatan ayrim noyob imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, arzonroq SMS, ma'lum bir turdagi daqiqalar. Yangi tarifga o'tishdan oldin barcha jihatlarni solishtirib ko'ring. Ba'zida eski tarifingiz siz uchun baribir eng qulay bo'lib chiqishi mumkin. Hatto u hozirgi narxlardan biroz qimmatroq bo'lsa ham. Misol uchun, juda kam uchraydigan, ammo ilgari mavjud bo'lgan doimiy ravishda nol qoldiq bilan internetdan foydalanish imkoniyati kabi xizmatlar. Noaniq nuanslar. Mijozlar bilan aloqalarni boshqarish CRM tizimlari. Operatorlar murakkab CRM tizimlaridan foydalanib, har bir mijozning profilini yaratadi. Bu profilga sizning yoshingiz, jinsingiz, joylashuvingiz, qancha pul sarflayotganingiz, qaysi saytlarga kirishingiz, hatto qaysi smartfon modelidan foydalanayotganingizgacha bo'lgan ma'lumotlar kiradi. Aynan shu tizimlar sizni qaysi maxsus tarifga loyiq ekanligingizni aniqlaydi. Shuning uchun barcha mijozlarga bir xil yashirin tariflar taklif qilinmasligi mumkin. Sizga taklif qilinayotgan tarif sizning shaxsiy profaylingizga qarab o'zgaradi. To'g'ri savollar berishning ahamiyati. Operator xodimlari ko'pincha sizga ommaviy tariflarni taklif qilish uchun o'qitilgan. Ularning maqsadi sizni eng yaxshi, o'zingiz uchun tarifga o'tkazish emas, balki sizni ularga foydali bo'lgan tarifda ushlab turish. Shuning uchun sizning tashabbusingiz muhim. Siz aniq va to'g'ri savollar berishingiz kerak. Masalan, shunchaki eng arzon tarif qaysi deb so'rash o'rniga men uchun maxsus takliflar bormi deb so'rash kerak. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Bu muhim qism. Sizning pulingizni tejash va aloqa xizmatlaridan yanada samarali foydalanish uchun aniq qadamlar. Birinchi qadam. Hozirgi foydalanishingizni tahlil qiling. Bu eng muhim qadam. Siz qancha internet sarflayapsiz? Oyiga necha daqiqa qo'ng'iroq qilyapsiz? SMS yozasizmi? Bu ma'lumotlarni bilmasangiz, sizga qaysi tarif eng foydali ekanligini aniqlay olmaysiz. Qayerdan topish mumkin? Operatoringizning mobil ilovasidan, shaxsiy kabinetingizdan, veb-saytda yoki operatorning qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qilib, foydalanishingiz haqida ma'lumot so'rang. Ko'pchilik ilovalar xarajatlar yoki foydalanish statistikasi bo'limiga ega bo'ladi. U yerda siz oxirgi 3 to 6 oydagi internet, daqiqalar va SMS sarflaringizni ko'rishingiz mumkin.
Bu sizga qaysi turdagi resursga ko'proq ehtiyojingiz borligini aniqlashga yordam beradi. Masalan, agar siz oyiga 18 gigabayt internet ishlatayotgan bo'lsangiz, lekin tarifingizda atigi 10 gigabayt bo'lsa, sizga ko'proq internet kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam. Ommaviy tariflarni o'rganing. Operatoringizning rasmiy veb-saytiga kiring va barcha ommaviy reklama qilinadigan tariflarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ularning narxlarini, kiritilgan resurslarni, gigabayt, daqiqalar, SMS yozib oling. Bu sizga yashirin takliflarni solishtirish uchun bazaviy nuqta bo'lib xizmat qiladi. Siz eng arzon va sizning ehtiyojlaringizga mos keladigan ommaviy tarifni belgilab oling. Bu sizga operator meni ommaviy tarifdan ham yomonroq narsaga o'tkazishga harakat qilyaptimi degan savolga javob berishga yordam beradi. Uchinchi qadam. Operatoringizga murojaat qiling. Bu yerda ehtiyotkorlik va qat'iyat talab etiladi. Qayerga murojaat qilish kerak? 1. Qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Operatorlarning odatiy raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Masalan, Uzel uchun 88, Mobius uchun 89, Beeline uchun 611, Uztelecom uchun 1099, Perfectum uchun 888. Bu raqamlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy saytlardan tekshiring. 2. Operator ofisiga boring. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, eng yaxshisi shaxsiy ravishda operator ofisiga tashrif buyuring. Shaxsiy muloqot ko'pincha samaraliroq bo'ladi. 3. Online chat. Ba'zi operatorlar veb-saytlarida yoki ilovalarida online chat xizmatini taklif qilishadi. Bu ham qulay usul. Nima deyish kerak? Bu yerda strategiya muhim. Shunchaki yashirin tarif bormi deb so'rash yetarli bo'lmasligi mumkin. O'zingizni qadrli mijoz sifatida ko'rsatishingiz kerak. Mana bir nechta variantlar. Assalomu alaykum. Men sizning kompaniyangizning yildan beri sodiq mijoziman. So'nggi paytlarda meni hozirgi tarifim endi mening ehtiyojlarimga to'liq javob bermayotgandek tuyulmoqda. Men boshqa operatorlarning takliflarini o'rganib chiqdim va ularda men uchun yanada foydali shartlar borligini payqadim. Ammo men sizning kompaniyangiz bilan qolishni istayman. Meni ushlab qolish uchun sizda biron bir maxsus taklif, e'lon qilinmagan tarif rejasi yoki sodiq mijozlar uchun chegirmalar bormi? Meni shaxsiy foydalanish profilingizni tekshirib, menga mos keladigan biron bir maxsus tarifni taklif qila olasizmi? Men asosan, masalan, ko'p internet, ko'p tarmoqdan tashqari qo'ng'iroqlar ishlataman va bunga optimal narx-navo taklifini izlayapman. Menimcha men hozirgi tarifimga nisbatan ko'proq pul to'layapman. Sizda mening foydalanishimga mos keladigan, lekin veb-saytingizda e'lon qilinmagan yanada foydali tariflar bormi? Ba'zida operator xodimlari dastlab bunday tariflar yo'q deb aytishi mumkin. Qat'iyatli bo'ling, ammo muloyimlik bilan. Mening do'stlarimdan ba'zilari shunday maxsus tariflarga ulanganliklarini aytishdi. Iltimos, yana bir bor tekshirib ko'ring. Meni qiziqtirgan maxsus dasturlar yoki shaxsiy takliflar bormi? Deb so'rashingiz mumkin. Siz qaysi operatorga o'tishni rejalashtirayotganingizni ham aytishingiz mumkin. Lekin buni qo'rqitish ohangida emas, balki variant sifatida tushuntiring. Masalan, men taklifini ko'rib chiqyapman. Ular mening ehtiyojlarimga mos keladigan gigabayt va daqiqa uchun so'm taklif qilmoqda. Sizning kompaniyangizda shunga o'xshash yoki undan ham yaxshiroq shartlar mavjudmi? 4. qadam. Takliflarni diqqat bilan solishtiring. Operator sizga bir nechta taklif berishi mumkin. Har bir taklifni diqqat bilan tinglang va yozib oling. Shuni so'rashni unutmang. Tarifning to'liq nomi va narxi. Kiritilgan internet gigabayt, daqiqalar. Tarmoq ichida, tarmoqdan tashqarida, SMS. Paket resurslari tugaganidan keyingi narxlar.
1 megabayt, 1 daqiqa, 1 SMS qancha turadi? Qo'shimcha xizmatlar va ularning narxi. Masalan, qo'shimcha paketlar. Tarifga ulanishning har qanday bir martalik to'lovlari. Tarifdagi har qanday cheklovlar yoki shartlar. Masalan, faqat ma'lum bir muddatga amal qilishi, faqat ma'lum hududda ishlashi. Eng muhimi, tarif qancha muddatga amal qiladi va kelajakda o'zgarish ehtimoli qanday? Bularni o'zingizning hozirgi tarifingiz va ommaviy tariflar bilan solishtiring. Shoshilmang. Hamma ma'lumotni to'plab, keyin qaror qabul qiling. Ehtimol, sizga bir nechta operator takliflarini taqqoslash uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. 5-qadam. Hammasini hujjatlashtiring. Agar sizga telefon orqali maxsus tarif taklif qilishsa, suhbatni yozib olishga, agar qonuniy ruxsat berilgan bo'lsa, harakat qiling yoki kamida barcha asosiy shartlarni yozib oling. Agar ofisga borgan bo'lsangiz, maslahatchining ismini, sana va vaqtni yozib oling. Agar onlayn chatdan foydalangan bo'lsangiz, chat yozishmalarining skrinshotlarini oling. Bu, kelajakda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda sizga yordam berishi mumkin. Hurmatli do'stlar, bugungi videomizda ko'rganingizdek, mobil aloqa operatorlarining yashirin tariflari nafaqat mif emas, balki real voqelikdir. Bu tariflar sizga sezilarli miqdorda pul tejash va aloqa xizmatlaridan yanada samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Siz shunchaki bu imkoniyat haqida bilishingiz va uni talab qilishingiz kerak. Operatorlar sizga eng yaxshi taklifni o'z ixtiyorlari bilan bermaydilar, chunki bu ularning daromadiga ta'sir qiladi. Siz esa o'z haqqingizni bilib harakat qilishingiz kerak. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va izohlarda o'z tajribangizni yozib qoldiring. Siz qanday tariflardan foydalanasiz? Siz ham yashirin tariflarga duch kelganmisiz? Boshqa qanday mavzularda video tayyorlashimizni xohlaysiz? Fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.